Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan o'sha Billion ICT kursini davomini keyingi darsida ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz bu liquidnesslar haqida bo'ladi. Liquidnesslarni men ikkita bo'limga bo'lganman. Bugungi darsimizda biz birinchi qismini o'tamiz. Liquidness so'zini biz ko'p eshitgan bo'lsak kerak, sizlar eshitgan bo'lsanglar kerak, ya'ni hamma liquidness deyiladi. Bu o'zi aslida nima? Liquidness. Xo'p, bizda o'sha tarqagan informatsiyalarga ko'ra liquidnessda bozorda, ya'ni yig'ilgan, ma'lum bir joyda yig'ilib qolgan pullar yoki stop losslar deyishadi. Mana shunaqa fikrlar bor. Undan keyin biz yana liquidness aytishimiz mumkin. Bozorda yoqilg'isida o'sha hamma aytgandek, ya'ni narx uni olgandan keyin o'sha bozorga impulslar kirishi. Bizda bozor o'zi retail traderlarning stopini oladi deb o'ylaymiz. Retail traderlar, ya'ni bizga o'xshagan traderlarni, boshqa strategiyada ishlaydigan traderlarning stopini oladi deb o'ylaymiz. Bu to'g'ri, chunki retail traderlar ana endi nima desa bo'lar ekan? Chunki bozorda charti ham, hammani charti ham bir xil bo'ladi. Lekin biz hozir ishlayotgan boshqa narsa, brokerski ko'p holatda biz o'zi asli real bozorda ishlamayotgan bo'lamiz. Ana o'shaning uchun bizdagi retail traderlarning liquidnessi bozorda ko'rinmaydi. Mana broker proplarning o'zini ichidagi simulyatorida ko'rinishi mumkin, lekin biz real bozorda unaqa retail trader sifatida ishlamaymiz. Undan keyin o'zi bozor liquidnessda qanaqa o'ylaydi? Xo'p, hedge fondlar bor, bilsanglar, hedge fond degan narsalar bor. O'sha hedge fondlar bir-birini stopini yoki o'shani stopini o'ylaydigan fikrlar yuradi. Ya'ni o'sha eski traderlardan. Bular ham qisman to'g'ri. Bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzularimiz mana shu liquidness qanaqa yasalishi, ya'ni ICT bo'yicha qanaqa yasalishi, ya'ni qanaqa formatsiya berishi, o'shalar haqida gaplashamiz. Xo'p, ana endi biz mavzuga qaytib, bugungi mavzular bizda nimalar o'rgatiladi? Swing high va low'lar va PDL, PVL, PML, PDH, PVH, PMH. Hop, bular nima degani? PDL, PVL, bu PML. PDL degani kunlik low, PVL degani haftalik, ya'ni o'tgan haftani, PML degani bu o'tgan oyda. Xuddi shuni teskarisi PDH, PVH, PMH. Bu o'sha previous day high, ya'ni o'tgan kunda high, o'tgan haftani high, o'tgan oyda high. Undan keyin narxni daily, haftalik, oylik candle'larning high va low'larini olgandan keyingi reaksiyalarini ko'ramiz. Ya'ni narx high va low'larni olgandan keyin qanaqa reaksiya berishi. Xo'p. Ana biz birinchi bo'lib swing high va low'larga qarasak. Ya'ni swing high va low'lar qanaqa formatsiya bo'ladi? Bizda bilsak 3 ta candle bo'ladi, swing low'da 3 ta candle bo'ladi va birinchi candle bizda bu mana high low high low bo'ladi, ya'ni. Bu nima degani? Ya'ni bitta, ikkita, 3 ta candle bor. Birinchi candle va mana 3-chi candle o'rtasidagi candle bizda pastroqda joylashadi, soyasi. Soyasi pastroqda joylashgandan keyin biz bu joyda swing low deyishimiz mumkin. Ya'ni mana bu joyda biz swing low deymiz. Xuddi shuni teskarisi bizda narx mana birinchi candle high yasaydi, ikkinchi candle bundan yuqoriroq bo'ladi va uchinchi candle naborot bundan pastroqda bo'ladi. Bizda uje mana bu joy uje swing high bo'ladi. Swing high va low'lar xuddi shunaqa nomlanadi. Ya'ni shunaqa yasaladi, shunaqa ko'rinishda. Ana endi o'zi buni asli swing high va low'larni o'zi ichki taraflamaga kirsak, ko'p ma'lumotlar bor. Bu swing high va low'lar orqali biz ko'p ma'lumotlar olib trade qilishimiz mumkin. Buni xudo xolasa oxirgi modellar darsida gaplashamiz. Mana shu swing high va low'lardan qanaqa to'g'ri foydalanish haqida.
Xo'p, ana endi bizda qanaqa belgilanish bo'ladi ICT da? Mana shu swing low'larni biz sell side liquidness deb ataymiz. Buni biz qisqartirib yozsak bo'ladi. Nabrot high'larni biz уже BSL deymiz, ya'ni buy side liquidness. Mana bu swing high'da biz buy side deb olsak ham bo'ladi. Ya'ni swing high, swing low deb yozib o'tirishimiz shart emas. BSL bu buy side bo'ladi. SSL bu sell side bo'ladi. Bizga shu narsalar kerak, shu liquidnesslar kerak bo'ladi. Ya'ni liquidness belgilashimizda BSL, SSL larni biz yoki mana bu joydan belgilay olmaymiz. Yana sell side, buy side liquidnesslar mana swing high'larda bo'ladi. Bizda bularni belgilay olmaymiz deganda qanaqa nazarda tutdim? Agar daily time frame da liquidness belgilamoqchi bo'lsak yoki boshqa time frame da mana shu swing high'dan tortganimiz yaxshi. Agar bu high'da ham liquidness deb olsak bo'ladi, chunki kichkina time frame ga o'tganimizda mana bu high'da o'zida ham bizda swing high yasaladi. Ana o'shaning uchun narx buni ham olishi mumkin. Xo'p, ana endi biz misollar ko'rsak, mana shu sell side, buy side lar qanaqa belgilanishiga chartda hozir misollar ko'rsataman. Xo'p, mana bu joyda biz hozir misollarni ko'rib chiqamiz. Biz birinchi bo'lib nimaga ahamiyat qilishimiz kerak? O'sha swing high va swing low bilan belgilashimiz kerak. Xo'p, bizda hozirgi mana bu joyda liquidnesslar mana yig'ilib qolgan va mana shu joylarni belgilasak yaxshi. Bizda mana bu swing high bor va bu swing high'da biz BSL, mana bu swing high'da ham biz BSL deymiz. Yaqin turgani uchun men buni o'chirib tashladim. Va mana bu joyda yana swing high bor. Buni ham biz BSL deb ataymiz. Ana endi bizda swing low'larni belgilashni boshlaymiz. Swing low bizda bu sell side liquidness bo'ladi. Va bizda hozir qarasak nima bo'lgan? Range bo'lgan. Bu darsliklarni xudo xolasa keyingi mavzularda o'tamiz. Ya'ni mana shunga biz fundament quryapmiz-da. Ya'ni ma'lum bir strategiyani o'rganish uchun bu fundamenti bo'ladi. Mana shu fundamentlarni o'rgangandan keyin biz sekin-sekin savdo qilishga o'tamiz. Bizda bu hozir range bo'lyapti. Ya'ni range holatida narx sell side olgandan keyin agar bizda swing low yasasa, ya'ni swing low endi aynan swing low yasash shart emas. Narx qanaqadir key levellarga kelib bizda reaksiya olib ketishi уже mana bu buy side tarafga range low, range high bo'ladi. Biz buni agar range high olgandan keyin razворот bersa, bu joydan уже sell tushishi bu уже double porch model deb ataladi. Lekin double porch modelini mana shu joylarda ishlatsa ham bo'ladi. Hop, bu double porchda keyingi darslarda o'tamiz. Hop. Biz bozorda yurgizib ko'ramiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu joyda bizda narx swing low yasagan. Bu sell side bo'ladi. Va swing low yasagandan keyin narx уже expansiondan keyin ozgina retracement beryapti. Retracement bergandan keyin mana bu joyda ham biz buy side desak bo'ladi yoki-da mana bu buy side kutganimiz ham yaxshi. Hop, kuzatamiz. Bizda narx swing low yasagandan keyin уже bu sell side. Bizda уже buy side'larni narx yechib ketyapti. Narx yechib ketgandan keyin может mana bu FVG ga kelib, ya'ni hozir mana shu FVG da turibdi. Shu FVG dan yoki-da reaksiya olib, balki to'liq to'ldirib ketishi mumkin. Ularni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Chunki bu buy side yaqinroq turibdi narxga ham kuchliroq. Mana bu soyani olsak ham rejection o'zini tortish uchun yaxshi. Hop, ana endi biz yurgizsak, mana ko'ryapsizlar, narx nima qilyapti? FVG dan reaksiya olib, уже mana bu buy side yechyapti. Bizda buy side yechgandan keyin mana bu joyda sell side'lar qoldirib ketgan narx
va yana bizda swing high yasalyapti. Bu swing high bu swing low bilan ishlashda o'zi ham qonun qoidasi bor. Bu swing high bilan lowlarni agar yaxshi tushunib olsanglar, mana shu swing high va lowlarni entryda ishlatish ancha qulay va oson va samarali bo'ladi. Effekti yaxshiroq. Hop, sell side'lar mana bizda bor joylashyapti. Mana bu joyda yaxshi BPR qoldirib ketgan ekan narx yokida bu joyda endi reaksiya olib bo'lgan ekan. Mana bu joy lekin tindiqqa o'xshayapti. Ko'ramiz. Hop, bizda narx уже expansion bo'lib tushyapti pastga. Expansiondan keyin уже retracement beryapti. Retracement bergandan keyin bizda narx yana swing high yasadi, ya'ni buy side liquidness yasagandan keyin mana bu joyda ham swing low ham bor. Bu sell side liquidness bo'ladi. Bu key levelga tushish ehtimoli yuqoriligini sababi ham mana bu joyda sell side liquidness juda chiroyli turibdi. Narx уже mana bu expansiondan keyin tepaga retracement beryapti. Nimagaki? Yana narx expansion qilish uchun. Hop, bizda lekin narx sira sell side'ga tushmadi. Mana bu dagi short term high'ni yechyapti-da. Chunki Fuji'dan atkat olgan high'ni yechib turib, undan keyin bizda sell side'ga qarab tushib ketyapti. Narx уже sell side'ga tushib va bizda buy side'lar qoldiryapti. Ko'ramiz, mana bu sell side'ga ham tusharmikan? Hop, bizda mana bu hozir Fuji yoki BPR da narx yaxshi reaksiya beryapti. Agar keyin candle buni expansion qilib bersa, biz уже tepani ko'rsak bo'ladi. Bu joyda hozir yana belgilab qo'yadigan buy side'larimiz mana bu joyda. Yaqinroq уже bu sell side'lar olib olindi. Key level bor. Hop, kuzatamiz. Mana ko'rayotganinglarda narx buzib yopilyapti. Swing low formatsiya yasab, уже tepaga qarab expansion berish boshladi. Hop, bizda yana narx dalshi swing high lowlarni yasab, уже mana bu yerda buy side yechyapti va oxirdagi bu buy side'ga qarab chiqish ehtimoli ham bor. Hop, yana bizda buy side mana nuqtamiz mana bu joyda. Ana endi kuzatamiz, mana bu joyda bizda sell side. Hop, уже mana ko'rayotganinglarda narx sirazi expansion, retracement, ozgina expansion yoki da consolidationdan keyin narx expansion, retracement beryapti sirazi buy side tarafga qarab chiqib ketdi. Hop, shu example'lar ana endi yana PDF ga qaytamiz. Hop, ana endi bizda kunlik high va lowlarni, oylik high va lowlarni haqida gaplashib o'tsak. Hop, bizda mana bu bir kunlik candle deb olaylik. Bir kunlik candle yopildi va mana shu high nuqtasini biz PDH deb belgilashimiz mumkin. Bu PDH bizda previous day high degan ma'noni anglatadi. Ya'ni to'liq ma'nosi o'tgan kunning high nuqtasi. PDL xuddi shuni teskarisi. O'tgan kunning low nuqtasi, ya'ni previous day low. Keyingisi bu bir haftalik. Bizda bir haftalik switch yopildi va mana shu high'ni biz PVH desa bo'ladi. Bu previous week high. Keyingisi PVL, bu previous week low. Xuddi shuni teskarisi. Ana endi bizda oylik candle'da qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Oylik candle'da high nuqtasi bizda PMH bo'ladi. Bu previous month high. Low nuqtasi PML bo'ladi. Bu previous month low bo'ladi. Ana endi biz hozirgi keng slaydda bularda narx kelsa qanaqa reaksiya olishini ko'ramiz. Xo'p, bizda gaplashadigan narsamiz hozir narx, ya'ni kunlik previous day high va lowlarni olgandan keyin narxning reaksiyasi. Bizda kunlik high va lowlarni olgandan keyin narxning reaksiyasi bor. Bu narsa 100% to'liq ishlab bermaydi. Hech qaysi strategiya 100% to'liq ishlab bermaydi. Ma'lum bir ehtimollarni agar kuchaytirsak, mana shu formatsiyalardan biz entry qilsak bo'ladi. Ya'ni baysimizni ham aniqlasak bo'ladi. Kunlik yo'nalishimizni aniqlasak bo'ladi bu narsalardan. Xo'p, birinchi ko'rinish qanaqa?
agarda bizda narx mana bu candle, ya'ni bir kunlik candle low'ni olgandan keyin tepada yopilsa, biz keyingi candleda buy qaraymiz. Ya'ni bu razворотный candle bo'ladi va keyingi kunda bizda уже maksimumi target bo'ladi. Ya'ni mana bu joy yokida ikkinchi targetimiz mana shu birinchi low'da olgan candle. Mana shu bo'ladi. Xuddi shuni teskarisi bizda narx hayda olgandan keyin pastda razворотный candle beradi. Razворотный candlelarni o'tgan darsda o'tdik. Razворотный candle bergandan keyin biz keyingi candleda уже sellga kirsak bo'ladi. Birinchi targetimiz har doim mana bu joyda, ikkinchisi bu joyda bo'ladi. Biz agar bu candledan bu candlega Fibonacci tortsak, уже mana shu 0.5 da ham key levellar topib yokida liquidness nuqtalarini topib kirsak bo'ladi. Xo'p, keyingi 3-ko'rinishda bizda qanaqa bo'ladi? Mana bunaqa razворотный candle olmasdan sraza narx expansion bo'lib ketsa, ya'ni buzib yopilsa, o'tgan kun candle bugungi kun masalan buzib yopildi deylik, biz keyingi kunda buy pozitsiya qaraymiz qatgacha, mana shu candle highgacha. Tepa shetda bo'ladi. Xuddi shuni teskarisi bizda sell varianti. Agar bizda narx mana bu low'da olib tanasi bilan buzib yopilsa, biz keyingi kunda уже sell qarasak bo'ladi. Tepamiz shu joyda bo'ladi. Bu keyin agar yana dalshi narx buzib yopildimi, keyingi kun ham narx ochiladi, high yasab, pastda mana bu liquidnessni olib, hop, tepaga chiqib yopiladi. Buni o'tgan darsda gaplashib o'tdik, ya'ni candle high yasab, low yasab yopilishi. Xo'p, agar tushungan bo'lsanglar, kommentda yozib qo'ysanglar. Agar tushunmagan bo'lsanglar ham kommentda yozsanglar bo'ladi, ya'ni savol so'rab. Masalan, buni qayerda ishlatish kerakligini. O'zi bu darsni men YouTube ga qo'yganman. Playlistda ko'rsanglar, The Inner Cycle Trader degan dars playlistda men shu daily basis qo'yganman, ikkinchi qismini ham qo'yganman. Ko'ringlar. Misollari ham bor o'sha yerda, o'sha misollardan ko'rsanglar, ya'ni mana shu aynan mana shu candle high olgandagi narx qanaqa reaksiya bergani, o'shalar haqida qo'yib borganman. Biz уже keyingi slaydga o'tsak bo'ladi. Ana endi bizda narxni bilsak, boya gaplashdik. Previous week high, low degan narsa bor. Bu nima degani? O'tgan haftani high va low nuqtalari, to'g'rimi? Bizda o'tgan haftani mana daily chartga nisbatan ko'rsak, mana bu bizda dushanba bo'ladi. Ya'ni Monday, bu seshanba, Tuesday, bu Wednesday bizda chorshanba va Thursday bu payshanba, bizda Friday. 5-candle bu juma candle. Mana shu bizda bir haftalik candle bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu joyda bizda bir haftalik candle shakllangan. Biz mana shu bir haftalik joydagi high va low'larni belgilab olamiz. Masalan, bu joyda eng maksimum nuqta mana bu joyda, to'g'rimi? Ya'ni seshanba kuni bizda narx maksimum yasayapti. Bu joyda biz belgilab olganimizdan keyin week high qilib qo'yamiz yoki PVH qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Va oxiri bizda juma kuni low yasayapti. Narx juma kuni low yasagandan keyin buni ham belgilab qo'yamiz, ya'ni haftalik low. Hop, bizda keyingi haftani ochilishini kutamiz. Keyingi hafta ochilyapti va mana shu haftalik low'ni olgandan keyin qanaqa reaksiya beryapti. Agar narx haftalik low'ni kelib turib, dushanba mana candle olib tepada yopilsa, razворотный candle bersa, уже biz keyingi kunda buy ishlab ketsak bo'ladi. Boyaga o'rgatgan daily buy'sim bo'yicha buy ishlab ketsak bo'ladi. Agar narx tanasi bilan buzdimi, yana dalshi chorshanba kuni biz buy ishlasak bo'ladi. Bu hayda olgandan keyin har xil narx yana dalshi davom etib ketadi yokida bizda olib turib razворотный model berish mumkin. Ya'ni razворотный candle bo'lgandan keyin уже sellga ishlab borsak bo'ladi. Bizda hozir narx nima qilgan, chiqqan va shu juma kuni yopilgan. Ikkinchi ko'rinish qanaqa bo'ladi? Haftalik high va low bo'lsa, haftalik highda mana belgilab olganimizdan keyin va haftalik low, to'g'rimi? Dushanba kuni ochilib narx haftalik low'da olmasligi mumkin. Yokida seshanba kuni agar olsa, qaranglar.
seshanba kuni bizda agar mana bu low'da olib qo'yib mana shuna tepada yopilsa, uje chorshanba kuni biz bemalol bayqarasak bo'ladi. Yokida bizda xuddi shuni teskarisi bo'lib ketadi. Narx dushanba kuni bu low'da olmaydi, seshanba kuni ham olmaydi, seshanba kuni dushanbani highni buzib yopiladi. Uje biz chorshanbada klassik buydek ko'rsak bo'ladi. Bu entrylarni uje keyingi darslarda o'rgataman, o'sha maydalab time frame'ga o'tib entry qilish bularni ko'ramiz. Hozircha faqat sizlar qanaqa belgilanishi bozorda mana shularni belgilab ko'ringlar. Qanaqa informatsiyalar bergan. Buni o'zi har xil joyda ishlatish kerak emas. Chunki Cleverlarda ham kelganda bizda narx mana shu base bo'yicha, ya'ni mana shu candle informatsiya bo'yicha ham reaksiya berish mumkin. Ana o'shandan biz foydalanib kirsak bo'ladi. Xo'p, sizlar bilan hozirgi ko'rsatgan ya'ni haftalik high va low'larni haqida misollar ko'ramiz. Bizda birinchi belgilab olsak, mana o'sha dushanbadan jumagacha va high va low'larni belgilab olamiz. Bizda shu kun ochilib bu joyda to'g'risi bilmadim nimaga unaqa bo'lgan. Dushanbadek mana ko'rsangiz, chorshanbadan keyin seshanbada candle paydo bo'lyapti. Uni hop keyin ko'ramiz, lekin ana endi daily base bo'yicha biza narx low'da olib tanasi bilan buzyaptimi? Bunda nima bo'ladi? Bizga mana bu candle low'ga tushish kerak. Va bizda mana narx nima qilyapti? Low'da olgandan keyin uje tanasi bilan chiqib tepani buzyapti. Buni buzgandan keyin bizda ana endi high ga target bo'ladi. Qarasak bizda swing nima bor? High bor. Bu buy side bo'ladi. Ikkita mana shu target olsak ham bo'ladi. Hop, kuzatamiz. Biz uje mana jumani belgilab qo'ysak, shu juma kunganda shunda hafta yopilgan bo'ladi. Bizda mana ko'ryapsiz nima qilyapti? Narx uje bu high ga chiqyapti va tanasi bilan buzib yopyapti. Ana endi biz yana o'zgartiramiz. Ana endi haftalik high va low'larni bu tarafga belgilaymiz. Mana bu low deb yoqqa, bu haftalik low, bu haftalik high bo'ladi. Endi dushanba ochilishini kutamiz, lekin bizda mana bu highni narx buzib yopilgandan keyin biz targetimiz uje bu high bo'ladi. Narx uje highni olib pastga yopilyaptimi? Keyingi targetimiz bu low bo'ladi. Ana endi narx nima qilyapti? Yana low'da olib tepada yopilyapti. Uje bu ozgina retracentdan keyingi holat bo'ladi. Retracentdan keyingi holatda biz uje expansion ko'rsak bo'ladi. Mana bu high ga. Lekin afsuski nima qildi? Narx bizda faqatgina mana shu birinchi qo'ygan take profitimiz bor-ku. O'zi daily base bo'yicha narx low'da olgandan keyin birinchi bo'lib mana bu candle ga borish kerak. Lekin nima qildi narx? Bu candle ga ikkinchi targetimizga bormadi, swing high ga bormasdan turib, uje mana bu highni yechgandan keyin sirazi pastda tanas bilan yopilyapti. Hop, bu uje haftalik mana narx highni olgandan keyin razvorot berib, keyingi haftalik low'ga tushish varianti bo'lyapti. Narx tanasi bilan buzib yopilyaptimi pastda? Uje biz ana endi sell qarasak bo'ladi. Ya'ni mana bu low'gacha, lekin bu low yaqinroq turgani uchun kuzatamiz, balki narx tepaga ham chiqishi mumkin. Hop, mana ko'rayotganinglardek narx mana bu joyda low'da olmagan. Yokida katta ehtimol bilan men o'ylashimcha bu joyda SMT bo'lib qolgan. Hop, endi yana jumani mana belgilab qo'yamiz. O'shanda bizda hafta tugaydi. Mana bizda narx nima qilyapti? Tanasi bilan buzib yopilyapti. Chunki low'da olib tepada yopilgandan keyin biz keyingi targetimiz mana bu high bo'ladi. Yokida ikkinchi take profitimiz mana bu candle high. Narx o'shani olib bizda uje hafta yopilyapti va haftalik endi low bilan highlarni belgilab qo'ysak, bizda mana bu haftalik low, mana bu haftalik high. Tanasi bilan buzgani uchun biz yana keyingi kunda tepaga kutamiz. Hop, mana ko'rayotganingizdek dushanba narx tepaga chiqib berdi va tanasi bilan yana buzyapti. Keyingi targetimiz yana high ga. Uje mana bu joyda katta gap bo'libdi. Narx dalish yana tepaga ketish ehtimoli yuqori.
Biz baysimiz уже mana bu joyda va yana narx tanasi bilan buzyapti. Keyingi targetimiz yana highda. Yana narx dalishi tanasi bilan buzyapti. Biz уже jumani bu yoqqa belgilab qo'ysak, yana bizda уже highgacha ko'rsak bo'ladi. Va mana narx уже target olib pastga yopilyapti. Ana endi bu razворотник endi narx уже mana bu gap to'ldirish uchun ham tushishi mumkin. Xo'p, mana shundan foydalansak bo'ladi. Bozorda qarab ko'ringlar, belgilab ko'rganinglardan keyin o'zingizlar uchun mana shu setapga, ya'ni setapingizga ishlayotgan bo'lsanglar, qo'shsanglar bo'ladi. Yoki tushunmasanglar, savollarni bemalol kommentda yozishinglar mumkin. Xo'p. Bugungi darsimiz tugadi. Bugungi daily bias bo'yicha, ya'ni liquidness bo'yicha tushundinglar degan umiddaman. Tushunmasanglar, Telegram kanaliga o'tib ham mana shu joydan bizga yozishinglar mumkin kommentariyalarga, ya'ni postlarga. Men o'zim tashab qo'yaman kanalga, ya'ni example'lar, bir ikkita example'lar mana shu o'xshagan qanaqa joyda ishlatish kerak yoki-da u savollarga sekin-sekin to'xtalib o'tamiz keyingi darslarda. Hammaga rahmat. Xudo xolasa manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darsda ko'rishguncha ko'proq buni ICT ga qiziqayotgan do'stlarga jo'natinglar, chunki ular ham pulli kurslarda o'qish o'rniga shu ingliz tilidan olib, bularni tarjima qilib o'zimiz ishlatamiz. Ishlatganimiz uchun va mana shu ishlatganimiz orqasidan bizda o'sha praktika borligi uchun ham biz YouTube ga chiqaryapmiz. Xo'p, hammaga rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.